Oddiygina, lekin juda ham mazali, baland chiqadigan pirog tayyorlaymiz. Tuxumga shakarni solib, oppoq massa hosil bo'lguncha yaxshilab mikserda ko'pirtirib olamiz. Qatiq hamda yog'ni solib, yana mikser qilamiz. Unni elakdan o'tkazib, razrihlitel hamda vanilin solishni ham unutmaymiz. Yana yengilgina mikser qilib olamiz. Xamirimiz tayyor bo'lganda mikserni ko'targaningizda mana shunaqa izli bo'lib oqib tushishi kerak. Xohishga qarab nachinka solamiz. Menda yong'oq, mayiz hamda ozgina plitka shokolad bo'ldi. Nachinkamizni lopatka yordamida aralashtirib olamiz hamda duxovkaga qo'yiladigan idishimizni yog'lab olib, massamizni quyamiz. Siz oddiygina duxovkaning listidan foydalansangiz ham bo'ladi. Ustini yana xohishga qarab bezatamiz. Oldindan qizdirilgan duxovkaga yarim soatga 180 gradusga qo'yamiz. Mana pirogimiz balandgina bo'lib pishib chiqdi. Ranglari ham juda chiroyli bo'ldi va ichini ham o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Ishlari ham yaxshi pishib chiqqan. Retsept sizlarga foydali bo'ldi deb umid qilaman. Yoqqan bo'lsa